Voydod dvoraman qizijonlar hozir nimaga deysizlarmi? Mana bu oyoq kiyimlarni qaranglar, вообще chiroyli, narxi ham bomba qilib chiqazilibdi. Bunaqa narxda aynan bunaqa oyoq kiyimni hech qayerdan topa olmaysizlar. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli, toshlari miltillab turibdi. Rezinkalari yaxshi cho'zilib qolmaydi qizlar, oyog'inglarni qolipdek ushlab turadi. Toshlari ham to'kilib ketmaydi. Korobkali bularimizni rasvetkalarini birin-ketin ko'rsatib o'taman. Bundoq qaraganda bir qarashda qo'poldek tuyulishi mumkin, lekin kiysanglar bor, вообще asal turadi oyoqda. Bejviy rasvetkasi. Toshlari shunaqa asal turib, miltillab turadi. Ko'ylaklar bilan ham, shimlar bilan ham, boshqa narsalar bilan ham kiyib ketaverasizlar. Hamma sevgan qora rasvetkasi. Qarasizlar, razmerlari 36-razmerdan 40-razmergacha. Razmer точно tushadi qizlar, bemalol olaverasizlar. Pekin fabrichniy. Kimga yoqqan bo'lsa tezroq kelib yoki onlayn tarzda xarid qiling.